Yolg'iz ayollar. Yutqizdim. Ajrashdim. Erim tashab ketdi. Uysiz qoldim. Endi nima qilaman? Tomonman deganizdayam hisob sizga ishlayveradi. Endi hamma narsa tugadi. Endi tomonman. Endi yashashimdan ma'no qolmadi deganizdayam baribir hisob sizga ishlayveradi. Shuncha urindim. Oilam uchun harakat qildim. Mehnatim ketdi, umrim ketdi, sog'lig'im ketdi, kuchim ketdi deganizdayam baribir hisob sizga ishlayveradi. Xotirjam bo'ling. Baribir ochkoni siz to'playapsiz. Ha, sizga balki hozir ko'rinmayotgandir. Ha, hozir siz muammolaringizni ko'zi bilan hayotingizga qarayotgandirsiz. Aslida vaqt o'tgan sari guvohi bo'lasizki, hisob sizga ishlagan. Ochkoni o'zingiz sezmagan holda siz to'plagansiz. Vaqt o'tgan sari guvohi bo'lasizki, siz yutgansiz. Aslo yutqizmagan emas. Ichingizda qanaqadir afsuslar bor. Qanaqadir og'riqlaringiz bor. Lekin diqqatingizni o'tdan oling. Siz o'zingizni yo cho'ktirasiz yoki qutqarasiz. Ana o'sha hisob siz tomonga ishlaganini ko'rishingiz uchun ham sizga quvvat kerak. Hisob siz tomon ishlaganiga guvoh bo'lishingiz uchun ham sizga kuch kerak, sog'liq kerak, yashashingiz kerak. Yashashingiz uchun esa hozirgi holatingizga emas, balki hozirda qo'lingizda nimalar bor? Mana shu yaxshi narsalaringizga qarang. Sog'lig'ingiz bormi? Yura olyapsizmi? Ko'ra olyapsizmi? Mana shu ne'matingizga qarab kuch oling. Tasavvur qilib ko'ring, agar umuman yura olmaganingizda yoki ko'zlaringiz ko'rmay qolganda siz qanday yashagan bo'lardingiz? Demak, siz xursand bo'ladigan qo'lingizdagi ne'mat bor. Shundan quvvatlaning. Farzandingiz bormi? Yoki farzandlaringiz bormi? Ularga qarang. Sog'lom, aqllik, siz yoningizda doim bo'ladigan insonchalar. Bu ne'mat ham hammaga ham berilmagan. Va eng qizig'i, siz yutqizdim deyotganingizda ham o'sha buyuk ne'matlar yoningizda. Ular sizdan olib qo'yilmagan. Demakki, mana shu farzandlaringizga qarab turib quvvatlaning. Farzandlaringizga kulgusiga, uni achom qilganingizdagi hissiyotlaringizdan quvvatlaning. Yoningizda ota-onangiz bormi? Yoki jigarlaringiz bormi? Sizni oldingizda sizni muammolaringizga sherik bo'lib turibdimi? Siz haqingizda o'ylab, sizga siqilyaptimi? Mana shundan quvvatlaning. Yaqinlaringiz borligidan.
balki siz hayotingizda bitta yoki ikkita insonni yo'qotgandirsiz. Ammo butun bir jigarlaringiz yoningizda. Shundan o'zingizni quvvatlantirib yashang. Qarang hayotingizga. Nima yaxshi narsalaringiz bor yana? Nima? Siz ko'rganingizda xursand bo'la oladigan yana nimalaringiz bor? Shularga diqqatingizni qarating. Shulardan o'zingizni quvvatlantirib, hisob siz tomon ishlaganini guvohi bo'lishingiz uchun ham yashab bering. Juda ham ko'p guvohi bo'lganmiz. Yutdim deb o'ylaganlar keyinchalik yutqizganini bilamiz. Yutqazdim deb kuyunganlar keyinchalik yutganini bilamiz. Sizni psixologingiz Nilufar Ikromjonovna